Zapis ketdi, ovoz eshitilyapti. Aka, birinchi o'zingizni tanishtirsangiz, xudo xolisa o'zingiz bilan yaqinlab tanishsak. Xo'p, yana bir bor salom alaykum hammaga. Ismim Qodirjon, o'zim Farg'ona viloyati Qo'qondanman. Hozir SOC analitika bo'yicha SOC level 1 da ishlayman. Bo'ladi. Masalan, kundalik ishimizni aytadigan bo'lsam, masalan, monitoringda har xil turlaridan foydalanamiz. Qanaqa bo'ladi, qanaqa yo'q. Umuman olganda axborot xavfsizligi bilan shug'ullanamiz. Tushunarli. Aka, mana o'sha tanishim, ya'ni Farhodjon bergan ma'lumot bo'yicha yaqinda kirdingiz-a, menimcha, UCLga axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha. Bir yil bo'ldi, aprel xudo xolasa, 8 oy, 9 oy bo'ldi. Aprelda bir yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. Keyin aka, bilaman, soha ozgina nozikroq, o'shaning uchun aytmaydigan ma'lumotlaringiz bo'lsa, ochiqchasiga ukajonim aytolmayman desangiz, muammo sizlarga. Qanaqadir o'sha savollar so'rab qoladigan bo'lsam. Bo'ldi, bemalol. Undan oldin aka, sir bo'lmasa nima ish qilgansiz? Tajribangizni ozgina portfoliyongizni ham aytsangiz. O'zi birinchi o'qishdan boshlaydigan bo'lsak, Westminsterga o'qishga kirganman. 2015-yilda keyin adashmasam shunaqa bo'lgan. U yoqda 3 yil o'qiganimizdan keyin o'qish to'xtatishga majbur bo'ldik. Keyin ta'tilda o'qidim. Unda ham axborot xavfsizligi yo'nalishida o'qidim. Undan keyin bitirgandan keyin shu kiber xavfsizlik sohasi bo'yicha o'qidim. Keyin ozroq shuni o'zida o'sha o'qigan joyimiz o'zida ozroq nima bo'ldi? Nima deydi? Praktika bo'ldi. Praktika ko'paytirgandan keyin asosan amaliy o'zimizni hali mustaqil shug'ullanishlar ko'paytirgandan keyin shu ishlar qarashni boshladik. Shu UCL to'g'ri keldi, ma'qul bo'ldi. UCL ga topshirdim. UCL ga menimcha baho kelib qolgan shekilli. O'zlari shu chaqirishdi, suhbat bo'ldi. Shu bilan kirib ketdingiz. Ish boshlanib ketdi. Zo'r. Aka, SOC analitika o'zi nima soha? Qisqacha ta'rif bera olasizmi? SOCda o'zini shunday yoyib nima qiladigan bo'lsak, masalan, Security Operation Center deydigan bo'lsak, masalan, uni o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, xavfsizlik operatsiyalari markazi deydigan bo'lsak, endi unaqangi bizda hali televizorlardagi diqqatga katta monitorlar qo'yib olib, 50 ta odam bunaqa monitorga chiqib, kameralar qidirgan narsa bo'lmaydi. U kinoda haqiqatda to'g'risi. Bizda nima bo'ladi? Masalan, biz o'zimizning kompaniyani xodimlarida, xodim ichidagi informatsiyalarni, masalan, qanaqadir zararlanmasligini yoki bo'lmasa informatsiya chiqib qolmasligini umuman olganda общий holatda monitoringda qanaqangi usullari bo'lsa, elektron holatda o'sha shug'ullanamiz. Masalan, aytaylik, kim qanaqadir o'yinlar bilan ishlaymiz biz. Kimda qanday vazifa bajaradigan bo'lsa, zadacha qiladigan bo'lsa, masalan biz hali login ko'rinishda ko'rib o'tiramiz. Hozir monitoring bitta nimasi bo'ladigan bo'lsa, keyingisi EDR, ya'ni endpoint detection response nima deydi? Texnologiyada ishlaymiz. Ya'ni qanaqa, misol uchun endpointlarda oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, oddiy o'sha ishxonaning kompaniyaning kompyuterlarida, serverlarida bo'ladigan hodisalar, ularga bo'lgan zaproslarda, yuklamalarda yoki bo'lmasa qanaqadir vaziyatda bo'ladi, hujumlar degan bo'ladi, o'shalarda monitoring qilib tekshirib boramiz. Asosiy qiladigan ishimiz shunaqa bo'ladi. Zo'r. Aka, men ham o'sha texnik xodimman. IT o'zimni ozgina tanishtiradigan bo'lsam, East Telecom kompaniyasini o'sha xavfsizlik bo'yicha mutaxassisman. O'sha reglament aniqasi bo'yicha qog'ozida, lekin asosan qiladigan ishim project management bilan helpdesk spetsialistman. Va internet provider tomonidan aytadigan bo'lsam, qanchalik darajada mana shu SOC analitika muhim bo'lgan, misol uchun UCL miqyosida biz asosan ishlaymiz ichki xodimlarni o'sha IT'sini ta'minlaymiz, xavfsizligi, balovatlari o'sha anaqalarni. UCLda misol uchun sizlar faqat foydalanuvchi emas, to'g'rirog'i o'sha ichki xodimlarning xavfsizligini ta'minlaysizlarmi yoki tashqi tomondan kelayotgan anaqalarni ham, ugrozalarni ham, misol uchun mijozlar tomonidan ham qanaqadir atakalar bo'lib turadimi? Mobil operator bo'lsanglar, sizlar o'shanga ozgina kira olamizmi chuqurroq?
Bemalol tushuntirib berishga harakat qilaman. Qarang, biz masalan faqatgina kompaniyani ichki holatimiz, tashqari tarafini ham qaraymiz. Ya'ni qanaqa endi ularni biz mijoz deya olmaymiz, hujumchi desak bo'ladi. Chunki masalan Rossiyada turibman yoki bo'lmasa Qozog'iston turibman yoki misol mani o'zim ham oddiy qilib aytadigan bo'lsam, tashqariga chiqqandan keyin masalan yoki bo'lmasa siz o'zingiz ham qo'lingizga o'sha kompyuterni olib boshqa qilib bemalol nima desa bo'ladi, skaner qilishingiz mumkin, masalan boshqa qilishingiz mumkin. Misol uchun sayti bor yoki bo'lmasa boshqa nimalar bor. O'shalarni nima desa bo'ladi, hujum qilishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Endi bu hali yomg'irli niyatda emas, o'zingiz bo'yicha ish nimada bo'lishi mumkin. Maqsadlari, biz mana shu holatda misol uchun himoya qilishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha, iloji boricha. Endi asosiy ishni nima desa bo'ladi, texnologiyani o'zi bajaradi. Tizim masalan NGFW bo'ladigan bo'lsa, ya'ni firewalllarimiz yoki bo'lmasa EDR qurilmalari yoki bo'lmasa CM qurilmalari. Shular juda ham a'lo darajada himoya qiladi. Misol uchun qanaqa bizga bo'ladigan bo'lsa, hujum bo'lishdan oldin bizga даже hattoki nima beradi. Mana shu yerda shunaqa o'tishga bor. Alertlarni beradi. Alertni beradi shunaqa. Endi qarang aka, aka endi qarang, qiziqayotgan narsam, misol uchun USL bo'lishi mumkin mobil operator sifatida o'sha veb-sayti, rasmiy veb-sayti, lekin tizim kompaniyani ichki infrastrukturasi haqida tashqari tomondan ma'lumot bo'lmaydi-ku. O'sha qanday ugrozalar bo'ladi? Yo'llarni ayta olasizmi? Misol uchun IP adresi expose bo'lib qolmaydi o'zidan o'zi. Nima yo'nalishda bo'lishi mumkin? Misol uchun kompaniyaga kirib borishga ichki infrastrukturasi. Misol uchun o'zimni kompaniyam tomonidan oladigan bo'lsam, bizning ofitsialniy o'sha internet provayder anaqamiz bor, veb-saytimiz bor. U veb-saytni reach qilib kira olgan taqdirda ham o'sha bizani dальше o'ta olmaydi-da. Nima deb o'ylaysiz shu holatda, yoki men xom o'ylayapmanmi? Shu ichki undan dальше o'ta olmasligi asosiy sabablardan biri nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'zingiz nima deydi? Masalan bo'ladi, o'z eksperiyensingizdan kelib chiqargan holatda. Masalan, siz aytaylik, qaysidir nimangizdan o'tib oldi, aytaylik, to'g'rimi? Undan uzoqqa dalchi yura olmasligi nima sabab bor? Sabablardan biri nima? Nima sabab keltiradi deb o'ylaysiz masalan? Agar misol uchun veb-saytni miqyosga oladigan bo'lsak, veb-saytingiz qaysidir virtualizatsiyada bitta konteynerchadami yoki bir narsada yotgan bo'ladi, Linuxdami yotgan bo'ladi. O'sha dальше reach qila olmaydi. Mayli, veb-saytingiz buzgan taqdirda ham ichki infrastrukturingizga o'ta olmaydi, chunki u boshqa virtualizatsiyada bo'ladi. Misol uchun o'sha billing sistemalarimiz boshqa anaqada bo'ladi. Tam kameralar boshqa anaqada bo'ladi. O'sha misol uchun saytda kabinetda nimasi bormi yo'qmi sizning misol East Telecom o'zida? Kabinetda nimasi bormi deysiz? Masalan, kabinetda silkasi bor, misol uchun men o'zim boshqa optikalni ishlataman, internet provayder sifatida. Kabinetga kirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, kabinet ochishga optikal texnika kiraman. Lishni kabinetimi? Bo'ldi. Lishni kabineti bo'lishi kerak, fiziki anaqadagi, bor. Bor narsa, to'g'rimi? U iloji yo'q bo'ladi u narsa, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, endi mana u kabinet asosan nimaga ulangan bo'ladi? Ya'ni misol uchun oxiri borib databazga ulangan bo'ladi, databazaga. Shunaqa. Databazani qaysidir qismida masalan bo'ladi, kirish uchun faqat sizning abonentlaringiz emas, bo'lishi mumkin, admin parollari bo'lishi mumkin. Admin bo'ladi, to'g'rimi? O'sha bazani ichida bo'ladi. To'g'rimi? Qanaqadir exploit orqali yoki qanaqadir zaiflik orqali uni topib, misol uchun hujumchi aytaylik, misol bo'lishi mumkin, men sizni East Telecomda ishlayman, nima deydi, internetdan foydalanaman. Login parollarni bilaman o'zimga. Hozirgi kunda o'sha telekom kompaniyalari yoki masalan internet provayder eng katta xatolaridan biri, masalan login parollar, kabinet login parollari bor-ku. Default xodimlar abonetlari nimasi bu ko'pligidan sodda parol qo'yib beradi. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa. Endi masalan meni o'zimdan gaplashadigan bo'lsak, oldingi provayderimda nimasi T bo'lganda logini, telefon nomerim bo'lgan. Login. Shunaqa. O'sha oddiy qo'yib ketishadi.
Parolni juda ham oddiy parol qo'ygan. Uni ba'zi birlar qarab ba'zi birlar o'zgartirmaydi. To'g'rimi? Xo'p, endi o'zgartirgan holatida ham, o'zgartirmagan holatida ham bo'lishi mumkin, zaifligi bo'lishi mumkin. Masalan, qanaqa? O'sha SQL injection zaiflik turi bor, to'g'rimi? Ya'ni databazaga kirish uchun. O'sha bilan sizni nimangizga kirib olishi mumkin. Misol tepaga admin yozadida qanaqadir nima yozib olishi mumkin. Yoki biz admin tiri, ya'ni ko'p qo'llaniladigan loginlardan foydalanib harakat qilishga. Brute force qilish mumkin. Brute force qiladi ham shunda ham. Yoki bo'lmasa brute force bilan inyeksiya qilishi mumkin. SQL injection usulidan foydalanib kirib olishi mumkin u narsa. Ha, bo'ldi. Точка slashlarni anaqalarni qo'yib. Ya'ni databazaga kirgandan keyin, admin kirgandan keyin уже mana qo'lida ancha narsasi bor. Masalan. Уже nimani o'zi bo'ladi. Mijozlarni ma'lumotlar. Ikkinchi tarafdan gapiradigan bo'lsak, masalan, sizga masalan veb-saytingizda aytaylik 2 soatkami, 3 soatkami borani bir kunga yoki 12 soatga ishdan chiqarib qo'ydi. Qadar bo'lishi mumkin, DDoS ataka bilanmi yoki bo'lmasa XSS zaifligi orqalimi, xullas database databaza deyman. Va veb-saytingizni ishdan chiqardi. To'g'ri, u o'zi uchun foyda olmasligi mumkinmi endi? Lekin siz uchun juda katta zarar keltiradi, to'g'ri. Misol uchun men sizni operator, internet operatoridan foydalanmoqchi bo'lgan bo'lsam, informatsiya olish uchun men odamlardan so'rab o'tirmayman hozirgi kunda. Telegramga kiraman yoki bo'lmasa o'sha nimasiga qarab qidiraman deysiz. Telefonni qidiraman Google'da. Websayt chiqarib, websaytga kirib, o'sha yerda olishim kerak bo'ladi. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Websayt ishlamayotgan bo'lsa, demak siz nechidir yillik yoki bo'lmasa qanchadir vaqtlik, qanchadir ma'lum bir summalik klientni o'ziga chaqira olmayapsiz. Ya'ni siz o'sha odam bilan nima deydi, shartnoma tuzishingiz mumkin bo'lmay qolyapti. Imkoniyat bo'lmay qolyapti. Mana shu sizni bitta sizga keladigan minus bo'lishi mumkin. Asosiy minuslardan biri. Bu to'g'ri, sizni kompaniyangiz ichiga o'ta olmasligi mumkin, boshqa bo'la olmasligi mumkin, lekin baribir hamma narsa borib moliyaviy tarafga taqalganligi sababli ham o'sha sizga moliyaviy zarar yetkazyapti. Demak, tushunishim bo'yicha hozir analog qilib oladigan bo'lsa, deyarli sizlarning ham asosan qiladigan ishlar ichki infrastrukturaga atak emas, tashqi o'sha o'zingizlar publicga, ya'ni o'sha ommaga qo'ygan saytinglarga, mana shunaqa bazalarga atak bo'lib turadi, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Ichki anaqaga emas, strukturaga emas. Yo, ichiga bo'lishi juda masala bo'ladi. Chunki masalan, ichki bilan tashqi o'rta DMZ zonada turadigan misol IP adreslar bo'ladi. Masalan, aytaylik, user.uz deb turib IPsni beradigan bo'lsa, hozir mas amaliy qilib bitta nimadan ko'raydi. CMD orqali ping deymiz, aytaylik, user oddiy. Mana oddiy ping beradigan bo'lsam, userda IP, public IP topish mumkin bo'lgan. 118, 112, 3. To'g'rimi? Masalan, tasavvur qilaylik. Yoki bo'lmasa ping beramizda East Telecom. IT.uz bilan qanaqa adreslar saytlar? Xos. etc.uz ekan. Ha, etc.uz da, shunaqa. Yozilishi bunaqa etc.com. etc.uz. Ha, уже menga ham yetib kelyapti aka, men уже savol berganimda o'zimga ham yetib kelyapti. Misol uchun ping berib turib, emailni mana shu IP adres bo'yicha 80-443-portlar bo'yicha veb-saytdan tashqari o'tda RDP bo'lishi mumkin. O'tda VPN ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Уже o'zimga yetib kelyapti. Boshqa portlarda boshqa narsalar ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu IPs bo'ladi, qaysidir misol uchun Linuxda turibdi, to'g'rimi? Bazasi. Yani Nginx'dan yoki bo'lmasa boshqa Apache'dami? Masalan, agar bitta serverda bo'lgan bo'lsa, undan ham yomon, undan ham yomon. Chunki bu RDP'larimiz hammasi asosan Windows orqali ishlaydi, uni shu keyin muammoli vaziyat bo'ladi. Shunga kirib oladigan bo'lsa, masalan, sizning kompaniyasiga kirib olish mumkin bo'ladi. Boshqa port ochiq portlarni ko'rgan holatda. Lekin asosan mana shu qurilmani DNS joylashtirib
o'sha asosiy serveringizni, ya'ni veb-sayt serverini. DMZ zonaga asosiy operatsiyalar o'zingiz ichkaridagi zonada amalga oshiriladigan bo'lsa, unda yana bitta qo'shimcha xavfsizlik qadam qo'llangan bo'ladi. Chunki nimaga? Nima bo'ladigan bo'lsa ham DMZ nimani bilasiz, to'g'rimi? Shuni aka ozgina anaqa bera olasizmi? Boydan beri aytasiz. Расшифровкасы demilitarization zone bo'lishi kerak, adashmasam, to'g'rimi? Shunaqa. DMZ zona nima degani? Masalan, DMZ zona 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi tashqariga qaragan qism. Ikkinchisi o'zingizni asosiy qismingiz, ya'ni ichki qismingiz. Uchinchisi ikkitasi o'rtasidagi bog'lovchi tizim bo'laveradi. Misol tarmoq sozlanayotgan paytda, masalan, tashqaridagi qismga umuman ishonmaysiz. Ya'ni misol xavfsizligini necha foiz degan bo'ladi desangiz, xavfsizlik darajasi 0%. Haqiqatda 100% bo'ladi. Deb qaraysiz. O'rtadagisiga, ya'ni DMZdagi narsaga qaraydigan bo'lsangiz, misol uchun tarmog'ingizdagi o'sha network aloqasiga qaraydigan bo'lsangiz, uni 50 deysiz. Ya'ni hujum bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni xavfsizlik darajasi 50%. To'g'ri. Ichkaridagi o'zingizni topologiyasi ichidagi, misol uchun kompaniya ichidagi tarmog'ingizdagi aloqalar hammasi u xavfsizlik darajasi 100% siz bo'ladi. Chunki nimaga? Tashqari bilan aloqasi yo'q, ichki bilan aloqasi yo'q bu narsani. Kimdir sizga hujum qiladigan bo'lsa ham, bu o'rtadagi qurbon borki, misol uchun etc.uz. O'shanga hujum bo'laveradi, o'sha nima bo'laveradi. Undan buyog'iga masalan nima bo'yicha, qonun qoidasi bo'yicha nimasi o'chirib qo'yiladi. Nima deydi? Aloqa uzilgan bo'ladi. Shunda u router miqyosida DMZ zone nastroyka qilinadi, tushunishim tushunyaptimi? Shunaqa bo'ladi. Adashmasam, shu DMZ deganingizga esimga tushyapti, routerlarda ko'rganman, ATP shkalada o'sha zayvollarda bo'lishi kerak o'sha funksiya. Endi bu asosan hozirgi kunlarda misol uchun nima deydi? O'z qo'ldan noldan qirib, har bitta nastroyka o'z qilganingiz yaxshi, lekin adashmasam, endi bormayman, setabek emasman, bilmayman, to'g'risini aytaman. Ko'p qurilmalarda hozir bo'lishi kerak. Misol uchun DMZda deb qo'yadigan bo'lsangiz, nimasi bo'ladi? O'zi tanlab oladi. Misol biz o'zimiz Cisco'da ishlaganimizda ham, misol uchun DMZ nimasi tashqariniki, ichkariniki, DMZdagi deb qilganmiz. Bundan nastroykasi o'zi bor edi narsa. O'tkazmas ekanda, demak. Shunaqa. Keyin yana bitta narsa o'zimdan hozir aytmoqchi edim. Port forward qilib olsa ham bo'ladi aka. Misol uchun siz RDP ni o'sha realniy portda ichkida qabul qila olasiz, lekin uni tashqariga chiqayotganda port forward qilib olasizda, boshqa IP ga forward qilib o'tadi. Ya'ni misol uchun sizga RDP'ingizga ulanayotgan odam boshqa portga ulanadi, lekin ichida boshqa port bo'ladi o'sha ichkariga kirgandan keyin. Bu ham menimcha ekstra qanaqadir port forwarding o'z nomi bilan o'zi misol uchun portni yo'naltiradigan funksiya yaratadi. Nima bo'ladi? Xizmat deymizmi, harakat deymizmi, lekin juda ham tavsiya qilinadigan yaxshi narsa bo'ladi. O'sha common nima deydi? Defaultni eng mashhur portlar expose bo'lib qolmasligi uchun. Shu maqsadda, to'g'rimi? Keyin yana qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim aka, gapimga menimcha qo'shilsangiz kerak. Gapiring aka. O'z holati misol uchun mana shu kerakli bo'ladigan portlarimiz bor, ya'ni default port desa ham bo'ladi yoki bo'lmasa common port desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Bular kerak bo'ladi, chunki masalan siz har bitta portni o'tlab olishga majbur bo'lmaysiz, o'z nastroykasini qilganiga. Default misol uchun RDP niki necha 3089, davay, HTTP niki necha 80, HTTP niki 403. Mana shunday qilib ishlab ketishsa, aslida ular kerak bo'ladi. Tushunarli. Aka, siz mana real tajribangizda ayta olasiz, men o'qigan, nima internetda ko'rganlarimdan aytishim mumkin. Tushunishim bo'yicha shunaqa yanada kuchli shakllanyaptiki, ichki infrastrukturaga ichki dushman bo'lmasa, demak tashqaridan o'ta qiyin anaqa qilish, to'g'rimi? Chunki misol uchun fiziki access bo'lmaydi portlarga tiqib bir narsalar qilishga, ya'ni o'sha switchlaringizga, routerlaringizga access bo'lishiga katta ehtimol bor, to'g'rimi? Fiziki access bo'lmasa. To'g'ri. Misol uchun ichki dushman deymiz, lekin bu birinchi faktor bo'lgan bo'lsa, ikkinchi faktorda nima desa bo'ladi? Ichki odamlaringizni
o'zingiz o'qitishingiz kerak. Ya'ni qanaqadir nima soat qoldi, kiber soat qoldi deymiz hozirgi kunda. O'qitishlarni o'rgatish kerak bo'ladi. Masalan, любой kelgan hozir Telegram juda ham ko'payib ketdi. APK fayllarni ochma yoki to'g'rida kelgan har xil pochtalarni ochib, undan ссылкаларni ochma. PDF fayllarni yoki masalan makroslik bo'lgandan yoki Word fayllarni ochmadi. Tushuntirish kerak ularga baribir. Chunki faqatgina misol men aytaylik, sizni xodimingiz bo'lsa, faqatgina sizni yomon ko'rganligim uchun, ya'ni sizga dushman bo'lganligim uchun men qanaqadir virus yuklab qo'ya olishim qiyin masalan. Bundan tashqari men yaxshi xodimman, masalan, aytaylik, kompaniyam uchun jon beradigan xodimman, yaxshi ishlaydigan xodimman, lekin bu tomonda savod ham past. To'g'ri. Kim Telegramdan aytaylik qanaqadir nima beradigan bo'lsa, nima deydi? APK fayllar juda ko'p, san bilan video yoki sud qarori degan shunga o'xshagan APK fayllarni ko'rgan bo'lsa, nimaga o'zi kompaniyani ichidagi, kompaniya infrastrukturasidagi qurilmada aytaylik, kompaniya kompyuteri bo'lishi mumkin yoki kompaniya setiga ulangan telefoni bo'lishi mumkin. O'sha bo'ladigan bo'lsa, unda virus yoki bo'lsa o'sha exploitlarimiz bemalol sochilib yoyilib ketib qolishi mumkin. O'sha aytganingizdek aka, bittasi anaqa bo'lsa, o'sha sal odam o'zini kirligi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi ana nima deydi, mas'uliyatsiz, layoqatsizligi. Mana misol uchun har oyi reglament bo'yicha qo'yib qo'ygansiz, foydalanuvchilar, ya'ni kollegalaringiz parolni o'zgartirish, lekin odamlar shunda ham nima qilib vaznikach qiladi, ya'ni nima deydi, kerakmidi shu degan ma'nodagi narsalarni gapirib, bir xilgina prostoy parollar qo'yib qo'yadi. Orqasi deganini o'ylab ko'rmaydi, tushuntirsiz ham. Shunaqa. Hozir aka, yana miyamga bitta narsa kelib qoldi. Bo'lmagan taqdirda ham nima, misol uchun ichki tizimingizga, ichki infrastrukturangizga o'sha tashqi tomondan qiyin dedik, lekin bitta miyamga narsa kelib qoldi. Endi mailingizni expose qiladigan bo'lsa, o'sha xodimlarga anaqa qilish varianti, to'g'rimi? Misol uchun o'sha xodimga pochtasiga qanaqadir skript jo'natish, skriptoviy fayl jo'natish, shunga o'xshash narsalar bor aytganingizdek, APK faylga o'xshagan narsalar. Endi masalan, telefonlarda yozib, kompyuterda APK faylni ishlatish yoki APK faylni eksport qilib yuborish sal noto'g'riroq bo'ladi, chunki misol uchun APK formati podдержка qilmaydi. Androidga faqat. Buni asosiy hozirgi kunda ko'p tarqalganlardan biri, masalan, qanaqadir zip fayllarga yoki bo'lmasa qanaqadir rasm orqalariga, ko'p tarqalgan PDF fayllarga skriptni joylaydi ichiga. Uni keyin yuboradi. Shunaqa. Men to'g'risi o'zim qilib ko'rmadim, lekin shu darajada oson bo'lib ketibdi. Oldin ham eshitganman va уже tayyor GitHubda anaqada bor ekan, kodlar bor ekan. Rasmni berasiz, уже orqasiga anaqa solib beradi. Skript solib beradi, уже jo'nasangiz bosgandan keyin o'sha foydalanuvchi ochib olgandan keyin rasmni skript orqali ishga tushib ketadi. Hech narsani bilmay qoladi. Shunaqa. Уже qolgani anaqani fantaziyasiga bog'liq deydi-yu, nima hujumchini. Aka, sir bo'lmasa, o'zingizning tajribangizda qanaqa qiziqarli o'sha holatlar bo'ldi? Qiziqarli deganda o'zi bunday olib qarasa qiziqarli narsa emas, xavfsizlikni buzib kirish, lekin o'sha qanaqa holatlar bo'ldi aka? Siz birinchi marta ko'rgan, hayron qolgan. Endi asosan bizda buzib kirish, ichkariga buzib kirdi, misol uchun muvaffaqiyatli buzib kirdi degan narsalar bo'lmaydi. Chunki misol uchun men endi yaqindan boshlagan bo'lsam ham ishda, lekin u kompaniya, u struktura necha yildan beri bor. Uni nimasi, infrastrukturasi juda ham yaxshi rivojlangan, yaxshi normal ishlaydi u narsa. Nimalardan biri, masalan, har xil esda qoladigan, boshqa bo'lganlardan biri qanaqadir pluginlar bo'ladi-ku, bu servislarda yoki bo'lmasa biror bir nimalarni ishlash kerak bo'ladigan pluginlar. O'sha plugin vaqtida yaxshi ishlagandan keyin vaqt sotib kelib, o'sha servisdan keyin outdate bo'lib qolgan. Ya'ni eskirgan versiyasi eskirib qolgan. Versiyasi eskirgan, versiyaning eskirganda holatida masalan bo'lishi mumkin, siz nastroy qilgansiz, qaysidir IP-ga nimadir yuborish. O'sha holatda unisi noto'g'ri ishlashni boshlab qolishi mumkin. Yoki qanaqadir zaxiralar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyin yaqinda bitta holat bo'ldi bizda.
masalan nima deydi, judayam ham kulgili desa ham bo'ladi, ham achinarli. judayam nima desa bo'ladi, odamni shokka solib qo'yadigan vaziyat desa ham bo'ladi. Chunki yangi kelgan xodimga u sal noto'g'ri narsa bo'lgani, bizda yangi xodim keldi. Qachon keldi desam bo'ladi? Yaqinda keldi, ko'p bo'lmadi. Ilk kelgan hodisalarda yoki nimani ko'rib monitoring qilib o'tirganimizda xavfli, ya'ni вредоносный nimaga IP adresi chiqib qoldi bizda. Source'ga. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Masalan, sizni dannilaringiz yoki ma'lumotlarni shifrlash bilan connect bo'lgan qanaqadir nima IP adres. Ransomware demoqchimisiz? Yo'q, ransomware emas. Umuman olganda o'shanga foydalansa ham bo'ladigan vaziyat. Biz o'sha servisni kim ekanligini qidirdik, topdik. Mana shu IP bizga kerak emasmi? U odamdan surishtirdik, masalan, o'sha servis ownerlari bilan. Keyin kerak emas bo'lgandan keyin biz uni blokladik. Ya'ni u IP ga borsa, u IP ga kelishni ham bloklab tashladik. Mana shu servis uchun. Hozir shunda to'g'ri qaraganimizda, pashti juda ham ko'p, xuddi shu IP bilan juda ko'p nima bo'lgan. Nima deydi? Harakatlar boshqa servislarda ham bor narsa. Wow. Biz uni blokladik. Hozir hammasini spesifikatsiya tiqdik. Bundan keladiganlarni ham, bundan ketadiganlar IPlarni yopdik. Keyin o'nlarda taxminan 10larda shuni bloklagan bo'lsak, kechib paytga yana ochishga majbur bo'ldik. Sababi? Chunki sababi bu Telegram API bilan bog'langan IP adres ekan. Wow. Buni bog'laganimiz, o'chirganimiz uchun botlarimiz, Telegram botlari bo'ladi-ku. Yoki Telegramga bog'langan servislar ishlamay qolgan. Misol uchun mijozlardan ko'p jalabalar kelgan o'zimizning xodimlardan. Chunki masalan ular faqatgina User'ni o'zini emas, boshqa ko'plab kompaniya ichida ham o'sha narsa bilan bog'langan Telegramga o'zimizga programmistlarimiz o'zlariga mo'xsul dastur tuzib olishgan bo'lgan. Masalan, qanaqadir hujum bo'lsa, qanaqadir zaiflik bo'lsa, qanaqadir avariya bo'lsa, SMS yuborib, tezdan xabar yuboradi. O'sha xizmatlar ishlamay qolganligi uchun iloji qayta ochishga majbur bo'ldik. Lekin shunaqa narsalar. Demak, o'sha lekin qaysi imенно o'sha IP adresdan kelayotganda ichki tarmog'i degani qani topaolmadinglar? Kim ataka qilayotgani, to'g'rimi? Yo'q, ataka uchun ishlamagan, ataka qilmagan u narsani. Prosta IP adreslar bilan bo'lgan nimamizda, nima deydi? Tekshiruvimiz paytida o'sha IP adres bizda chiqib qoldi. O'sha IP-ni boshqa davlat umumiy butun dunyo bo'yicha o'shani holatni tekshirganimizda reportlarini, отчётlarini. Bunda chiqdi, masalan aytaylik, 100% deb bo'ladigan bo'lsak, 20% holatda o'sha вредоносный holatlar bo'lgan. Просто o'sha sizlarning ichki tiziminglar mana shu вредоносный deb o'sha IP manzilni bergan, to'g'rimi? Yo'q, qarang. Masalan, o'sha aytaylik, bir antivirus sistemaga sotilgan nima sayt bor, to'g'rimi? Virus sotilgan saytda. Siz unga misol qanaqadir masalan faylni yoki bo'lmasa birorta narsani yuklab turib, uni qanaqangi zararligini bilishingiz mumkin. Bu IP adreslarni biladigan bo'lsangiz, o'sha IP-ni dunyo bo'yicha bo'lgan aloqalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun sizga keyin chiqarib beradi. Bu xavfli sayt yoki xavfli IP adres. Bu phishing maqsadida qo'yilgan IP adres. Sizlarning ichimizda bo'lishadi va so'rashadi. Butun dunyo bo'yicha bo'lgan отчёtlar chiqadi. O'shuning uchun biz buni qilgandik. Bo'ldi. Tushunishim bo'yicha agar bitta aniq qiladigan bo'lsa, summary qiladigan bo'lsa, sizlarda o'sha Ucell kompaniyasi mana shu IP adres ishlatishdan oldin qanaqadir подозрительный maqsadda ishlangani uchun o'sha anaqaga globalniy spiskga tushib qolgan shubhali IP bo'lib, shunaqa bo'ldimi? Shunaqa. To'g'ri. Aloqasi bo'lmagan unaqa, lekin qaysidir holatda shunaqa narsa bo'lgan. Tushunarli. Aka, keyingi savolim, tugatib bo'ldingiz aniqingiz? Keyingi savolim anaqa. Kunlik
Nima vazifani SOC o'zi analist bajaradi va siz o'zingiz miqyosingizni ayta olasiz asosan? Kunlik holatda nima desam bo'ladi? Monitoringni har xil usullari, ya'ni sizni kompaniyangizda bor bo'lgan monitoringni hammasi mashg'ulot boriladi. Aytaylik, masalan, xodimlaringizda antivirus yaxshi o'rnatilganmi? Qanaqadir virusli narsalarni to'g'ri qilmayaptimi? Birinchi monitoring holati. Ikkinchisi o'sha aytganimdek CM sistemasi bilan bo'ladigan narsalar, masalan, qanaqangi qaysi IPlar bilan yoki qanaqangi holatlar bo'lyapti, loglarni ko'rib borish. Keyin alertlar bo'lgan, o'sha alertlarni keyin so'xtargan hollarda tekshirib borish bo'ladi, ajratib borish bo'ladi. Masalan, bizga alert berishi mumkin, brute force bo'lyapti deb. Masalan. Lekin aslida nima bo'lishi mumkin? Biroq oddiy foydalanuvchi kirmoqchi. Qayta parol undan ko'chirib qo'ygan. Boshqadan terdi, yana boshqadan terdi. Misol, 3 ro'yxatdan o'tib terdi. To'rtinchisi kirib ketdi aytaylik. Uning bilan soxta alertlarni ajratish kerak bo'ladi. Internetda qanaqa insident bo'lyapti, qanaqa yo'q, shunaqa narsani ko'rish. Keyin hisobotlar tayyorlash bo'ladi. Misol uchun kun davomida nima bo'ldi, hafta davomida nima bo'ldi. Reportlar. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Reportlar bo'ladi. Tushunarli. Umuman olganda qiziqarli soha, o'sha imенно SOC analitika. Masalan, boshida ko'rgan odamga juda qiyin. Ish ko'pda tuyulishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Yoki qo'shida tuyulishi mumkin. Ishga kirishni o'rganmagandan keyin. Yaxshi narsa bo'ladi. Endi aka, SOC analist bo'lish uchun nima o'shanaqalarni IT bo'yicha ma'lumotlarni bilish kerak? Va o'zingizni intervyungiz haqida agar qisqacha aytib bera olsangiz, Ucell bilan bo'lgan nimalar so'raldi? Iloji boricha qo'ldan kelgancha aytamiz. Xo'p, SOC analist bo'lish uchun asosan tarmoq asoslarini bilish kerak bo'ladi. Misol uchun IP o'zi nima, TCP/IP degan narsalar bo'ladi, misol uchun, yoki bo'lmasa DNS, tipa shunaqa tarmoq asoslarini. Windows bilan ishlash, Linux operatsion sistema bilan ishlash. Loglar asosiy vazifa narsasidan biri, misol biz kundalik qilgan ishlarimizdan biri loglar bilan ishlash bo'ladi, log fayllar bilan. Windows log, Linux loglarni ko'rish. Keyin hujum turlari. Nima? Shu Windows Linux loglarni ko'rish. Endi tipada, endi masalan, asosiy holatda masalan bizda foydalanuvchilar uchun Windows berilgan bo'lsa, serverlar uchun Linux ajratiladi. Hammasi loglar loglar kelib turadi, misol uchun bizga. O'shani o'rganish, misol uchun siz loglarni o'qib olishingiz bilish kerak xullas. Keyin hujum turlari ham bilish juda ham katta foyda beradi. Masalan, bu brute force nima degan bo'lsa, malware nima degan bo'lsa, nima kim bu deb Google'dan qidirgandan ko'ra o'zi miyadan qidirgan yaxshiroq bo'ladi. To'g'ri. Intervyuga keladigan bo'lsak, intervyumizda masalan juda ham unikalniy savollar bo'lmagan. Lekin boshqalar bilan beriladigan identity savollar ham bo'lmagan. Ya'ni o'ziga yarasha bir xilligi yoki bo'lmasa yarasha farqligi bo'lgan o'sha intervyuda. Masalan, bo'lishi mumkin savol bergan bo'lishlari mumkin. TCP/IP nima? Yoki bo'lmasa OSI modeli nima? Tarmoq sohasida kerak bo'ladi, bilasizmi narsani? Yoki bo'lmasa Active Directory nima bo'ladi? CM o'zi yoki bo'lmasa CM bilan ishlaganmizda qanaqangi opiting bor? Tipa shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Keyin yana qanaqa savollar bo'lgani bizga? Loglar prosta oddiy log berib qo'ysa o'qiy olasanmi, yo'qmi? Keyin antivirus yoki EDR qanaqangi EDRlarni bilasan, qanaqalarni ishlab ko'rgansan. Bunaqangi nimalar. Keyin sizga analitik darajasini bilish uchun ham qanaqadir amaliy vazifa berilishi mumkin. Bitta kompaniya bor, senga quruq kompaniya infrastrukturani senga berdi, xavfsizlik ta'minlab berdi. Nima qilasan, qanday tipa shunga o'xshagan savollar bo'ladi, tushunarli. Tushunarli. Zo'r aka. Endi o'sha ko'pchilikga qiziqarli bo'ladigan savol bo'lsa kerak. Sir bo'lmasa, oyliklari o'rtacha qanaqa yoki o'zingizga ayta olasizmi? Xo'p, oylikni aytish hammamizga konfidensial informatsiya hisoblanadi. Endi men to'g'ri ayta olmayman.
O'zimnikini ham o'rtachasini ayta olmayman. Lekin savol berishim mumkin. Siz masalan eng kam oylikka qancha oylikka ishlamoqchisiz masalan aytaylik. SOC analitika bo'yichami? Ishtok analitika bo'yicha deylik. Aka, men sizga o'zimni tajribamdan ayta qolaman. Yaqinda Sababi degan italyanskiy kompaniyaning intervyusida ishtirok etdim. 13 bilan 15 atrofida taklif qilishyotdi L1.5 anaqasiga, vakansiyasiga. L1.5 vakansiyasiga. Menimcha L birinchi darajada o'rtacha shunaqa bo'lsa kerak. Aha. Oylik bizda misol uchun erishib bo'lmaydigan yoki baland oylikka kirmaydi. To'g'ri, ish boshlagandan ozroq bo'lishi mumkin, lekin vaqt olib kelib bunga chiqadi, undan balandga ham chiqib 15 millionda misol uchun 15 million topaman degan vaziyatga ham chiqish darajasi mumkin. O'zbekistonda bunaqa iloji bor hozirgi kunda. Shunaqa, gapingizga qo'shilaman, shunaqa. Joningiz sog' bo'lsin. Endi umumiy savol, o'zingiz xabaringiz bo'lsa berasiz, xabarim yo'q desangiz, muammo yo'q. O'zbekistonda eng ko'p uchrayotgan, faqat mashinachidan tashqari, ko'proq texnik spesifikatsiyaga asoslangan qanaqa atakalari ko'proq uchrayapti. Mana APK fayllardan, kartalardan yechishdan tashqari, o'zingiz bilasizmi, xabaringiz bormi? O'sha qanaqa ataka turlari mashhur bundan tashqari? Bu O'zbekistonda misol uchun DDoS atakalar kam, lekin bor. Bor. Yo'q demaymiz, bor, lekin ko'p emas, bor lekin. Eng ko'p uchrab turganlari masalan brute force bor hozirgi kunda. Parol o'g'ida chiqadi. Nimalari bor? Nima deydi? SQL injection. Ko'p nimalarimiz masalan databaza qurishlari eski versiyadagi databaza quriladi, unda SQL injectionga bo'lgan nimasi yuqori bo'ladi, zaiflik. Tushunarli. Social engineering u hardan birinchi o'rinda bo'lgan. Social engineering o'zi APKlar qo'shmagan dedingiz, u narsa shuncha indamadi bu narsa, lekin butun dunyo bo'yicha shu paytgacha bundan keyin ham social engineering birinchi o'rinda bo'ladi. Birinchi o'rinda to'ppa-to'g'ri. Chunki inson omili eng oson bo'ladigan, eng oson hak bo'ladigan ataka turi. Joningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. O'zingizda qolib ketgan qalaringiz bormi aka? O'sha aytadigan bu narsa qo'shimcha qiladigan. Qo'shimcha qilib, masalan, shu sohaga kirmoqchi bo'lganlarga, kirganlarga tavsiya qilishim mumkin bo'ladi. O'zlari masalan, jo'nattirdan qayerdadir o'qishadi, misol o'rganishadi bu narsani, to'g'rimi? Kiber xavfsizlik, havo xavfsizligi yo'nalishini. Bu juda kam hisoblanadi. Nimaga? Chunki o'qituvchi misol uchun mana bunaqa turlari bor deydi, o'tib ketadi. Chunki hamma narsani bunday qamrab berishga vaqt fiziki imkoniyati bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Ular nima qilish kerak bo'ladi? Masalan, kompyuter hozir menimcha juda ko'pchilikda bor. Shunaqa. Masalan, o'zlariga kichkinagina домашний laboratoriya qilishlari kerak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Boshlanmaydi bizga. Masalan, qanaqa Linux ustonovka qiladi, 2-3 ta Windows ustonovka qiladi, virtualkada. Ular o'rtasida tarmog'ini ta'minlab turib, aka, mikrofoningiz o'chib qoldi. boshqa bir yana Linux orqali, boshqa bir operatsiya orqali o'zini nimasiga qo'yib ko'radi. O'sha tuzilgan infrastrukturaga qo'shib ko'radi yoki boshqa xavfsizlik ta'minlab, boshqa firewalllarni ko'tarib qilib ko'rsa, o'shanda u nazariy ma'lumotlar amaliyotga ko'chadi, ham bezak qoladi, ham o'ziga ham yaxshi portfolio bo'ladi shu narsa. To'ppa-to'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Joningiz sog' bo'lsin, Qodirjon aka, kattakon rahmat. Yordamingizdan vaqt ajratganingizga. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga rahmat.